Kristalniy pesochniy attachentamiz. Ko'pchilik ham pesochniy deydi. Aslida bu kvarsiy pesok emas tarkibi. Buning tarkibi kristal bo'ladi. Bizda kvarsiy pesok tarkiblisi Sahara bizda. O'sha italyanskiy attachentalarda bilgan bo'lsalar ham o'sha kvarsiy pesok bo'ladi tarkibida. O'shalarga tortadigani bizda Sahara. Bu boshqacharoq varianti o'sha kristalniy stegli sharik tarkibi. O'zi atражение qaytaradi. Masalan, kech paytida telefoningiz spichkasini yoqqaningizda ham o'zidan zo'r atражение nur qaytaradi. Ayniqsa fasadlarga ursangiz ham nihoyatda bleski zo'r chiqadi. Buni podgotовкasi birinchi sloyga imkon qadar yaxshi emulsiyadan o'tib olinadi. Agar o'zini bazasini olsangiz ham bo'ladi. O'zimizda baza gruntimiz ham bor. Tagiga beradigan o'sha nima deydi, kvars добавка qilingan, svyazkani zo'r ushlab beradi shpaglovka bilan attachentning o'rtasida. Agar masalan emulsiya bilan ishlayman degan ustalar bo'lsa, o'sha yaxshiroq kачественный emulsiyadan o'tib olsalaring, samgilamda shu urganingizda erib ketmasa bo'ldi emulsiyangiz. Keyin emulsiyadan keyin bir sloy qumsiz attachentadan tortib olsangiz ham bo'ladi. Yoki tortmasangiz ham bo'laveradi. Tortib olsangiz bitta plus tomoni mahsulotingiz ko'proq ob'yomga yetadi. Keyin emulsiya baribir tarkibida izves bo'lganning hisobiga mahsulot shirasini o'ziga tortib oladi, gul chiqarishingiz qiyin bo'ladi. Keyin bilesingiz ham kamayib ketadi. Ba'zi bir joylarda doqqa o'xshagan joylar ham qolishi mumkin-da. O'shaning hisobiga agar bundan yupqa qilib tortib olsangiz qumsizdan, keyin gul chiqarishingiz ham oson bo'ladi, probegi ham yaxshi bo'ladi, ashibkangiz ham ko'rinmaydi. Shu tomondan plus. Imna qumsiz attachent emas, masalan, jemchug ursiz ham bo'ladi, arzonroq variant olib turib. Aslida buni ham masalan 1 kilo olsa o'rtacha yupqa qilib berganda 30 kvadratga yetadi. Summasi ham unaqa darajada qimmat tushib ketmaydi. Prosta nomiga borga yupqa qilish sifatida qirib tortib qo'yiladi xolos. 30-35 kvadratgacha ob'yom beradi. Bu Safari elda o'zi bo'lsa, o'rtacha sredniy kvadrati 5 kvadratga beriladi. Masalan, suyultirib beradigan bo'lsangiz, cho'zibroq 6-7 gacha yetadi. Agar o'zini normasida beraman desangiz, bu yerda faktura ishlab qo'yganmiz. Shu faktura bo'yicha beraman desangiz, o'rtacha 5 kvadratgacha ob'yom beradi. Surtishda boshida o'sha asosiy ob'yomingiz yopgani, polniy xullas hamma joy chala qolmaslik kerak. Keyin har xil tuzilishda surtib ketaverasiz buni. Hali imkon qadar bunday qilib bir xilda tortib qo'ymaysizda, ko'pchilik bunday bir xil qilib tortib qo'yarkanda buni ham. Har xil qilib chalkashtirib berasiz. Keyin guli chiroyliroq chiqadi shunda. Fasadlarda imkon qadar 2 kishi emas, 3 kishi ishlagan ham yaxshi. Fasadga ishlaydigan bo'lsa, fasadda tez qotadi-ku, bundan bu yog'i yozam bo'lib qoldi. Bir kishi surtib ketaveradi, orqasidan 2 ta odam, hozir gulini ochishni ham ko'rsataman. Bitta odam gulini ochib ketsa, keyin yana bittasi orqasidan yana bir marta shotka bilan silab ketadi. Hozir u etapini ham tushuntirib o'taman. Ichkarilarda kichkina obyektda 2 kishi ishlayveradi. Bir kishi shunday qilib surtib ketadi, ikkinchi odam gul ochib ketadi. Men o'zim ham hozir shu narsani qilib turib, ikkinchi palashni tiqsam bir-biriga mos tushmaydi. O'shaning hisobiga ham o'zi dekorativ shkaturka deyiladi bular. Cho'tkani qattiq bosmagan holatda asta-asta bunday qilib ketaverasiz. Ozroq to'plab, o'zi gul avtomatik chiqib ketaveradi. Birinchi surgan nimangizga qarab turib gul chiqadi. Imkon qadar ma'nosini chiroyliroq tutsangiz, gulingiz ham chiroyliroq chiqadi. Hali aytganim, uchinchi odam masalan birorta quruq shotka olib oladida, orqadan silab turib, chala qolgan joylarini sal yopib ketadi. Samgilamda surkaganizdagi cho'tkani izlari yo'qib ketsa, gulingiz chiroyli chiqaradi. Qayerdadir cho'tkani razvodi qolsa, u dalil chala qilingan ishga o'xshab qoladi. Samgilam o'sha cho'tkani razvodini yo'qotish kerak qaytib. Juda ham arzon turadi, $1.5 atrofida bo'lsa kerak menimcha. Mana shu shotkadan foydalansangiz, imkon qadar buni ham ko'proq shotka olib olaylar. Masalan, bitta devorni urganingizda bu to'lib ketadi-da, yuvadigan bo'lsangiz, ho'l bo'lib turib yopishib qoladi, keyin gulingiz yaxshi chiqmaslikni boshlaydi. Imkon masalan bitta devorga ishlatdingiz, 3-4 ta qilib olsangiz, buni yuvib olib qo'yasiz, ikkinchisini olib keyingi devorga ishlatib ketaverasiz. Bu shotkalar ham hozir uncha qimmat emas. Oldin bir paytlar bo'lardi, $20, $30 dan olardik, hozir bu ham $1, $2 narxga tushib ketgan, juda ham arzon. Yoki даже o'zimiz oddiy maklavitsalar borki, 10 maklavitsada urib qo'ysangiz ham bo'ladi. Imенно emas, shotkani o'zini ishlatish shart emas. Quruq shotkada uchini o'zida silaysiz. Umuman bosmagan holatda